Assalomu alaykum. Mushu Kanadadagi qiz bola mushu videoni so'zlab chiqqandan keyin ixtiyor muxbir afandim o'zining ifodasini, g'azabini bildiribdi. Uningdan boshqa barliq mushu dunyodagi men hozir mushuni anglagan, men Uyg'ur deb ataganlar va Tumurda Uyg'ur qini aqqanlarning hammasi buningga g'azab nafratini bildiryapti. Ig'ir so'zlar bilan. Qarindoshlar, bu mushu Kanadadagi mushu qizlam deyotgan narsa emas. Mushuning keynida videoning davomini hammasini ko'rsanglar, buning keynida ziyoli, men necha yillik, 70 yillik mushadagi 50-60 yillik da'vogar Uyg'ur davosini qilyapman deyotgan cho'nglari Xitoy ustida analiz qilayotgan siyosiy analizchi bo'layotgan, tahlilchi bo'layotganlar Amerikadan akşam ko'rdim, qizzat Altay bir canlıq video qildi, Maysam degan almutliq ayolni chiqib, mana mushunga o'xshashlar. Uningdan boshqa Turkiyada ki ba'zi bir masterlik, siyosiy masterlik unvonini olganlar davlatchilikda yozmalarini ko'rdim. Mushuningga o'xshash iborani qo'llandi. Uyg'urlardan men mushuni ko'rib, mushunchalik g'azab nafrat to'lgan Uyg'urlarda men insof to'piq bir insonchilik qolmabdi degan iboralarni qo'llanganligini ko'rdim. Bu hozir bir mushu qizning masalasi emas, yiltiziva bir masala bo'yotdi. Bular nimani tashviq qilyotdi? Xitoylarning hammasi undaq emas. Bu Xitoy Kommunistik partiyasining ishi. Mushu partiya ag'dirilib, Xitoy demokratlashsa, bizga yaxshilik va Xitoylarning bizni yaxshi ko'radiganlarim va bizga ko'ngil bildiganlari va Xitoy Kommunistik partiyasiga qarshi turadiganlar va davatidi. To'g'ri, Xitoy Kommunistik partiyasiga tunugunga deganda qarshi turganlar bordi. Lekin bizga nisbatan aytganda, vatanimizga kirganning hammasi, mush hozir huquq tutayotganning hammasi bosmichi, hammasi tajovuzchi. Manjo Xitoydan tatib kirganning hammasi tajovuzchi. Bizning vatanimizga kirib, hukumatimizga iltijo qilib, vatanida qiynalganligi, siyosiy zulmga uchirganligi haqida hech qanday bir iltijo qilib, panohlik so'rab qolgani yo'q. Hammasi tajovuz qilib kirgan Xitoylar. Birasimi odatki Xitoy emas. Shiva deganlarmi armiya basmichi bo'lib kirganlar qarindoshlar. Manjolarning basmichilari, Shibeyjullar, Sharq Shimol armiyasi o qarindoshlar. Mushuning hammasi tajovuzchi Xitoylar. Ta bular bizning vatanimizdan chiqib ketmagicha o'zining gunohini oqlagan bo'lmaydi. Mushu jinoyatini tonimigicha, buning bedel to'lamigicha, to'lamigicha bularning gunohi yuyulmaydi qarindoshlar. Buni hozir bizga nim deb ko'rsatyapti? Beijingdagi Xitoy kommunistlari mushunda qildi. Mushu partiya ag'dirilib ketsa, demokratlashsa, bizga yaxshilik va deb bir Xitoy do'stligini, millatlar ittifoqligini barliq keltirishga tirishyapti. Xuddi Xitoyga o'xshash tashviq qilyapti. Buning yiltizi mana mushada. Shunga biz hoşyar bo'lishimiz kerak. Bu odatki bir masala bo'lmayotdi qarindoshlar. Bu mushundaq mana Amerika qit'asidan boshlab Turkiya, Yevropa mushundaq so'zilgan holatda zanjirsimal bog'langan bir nimaning bor ekanligini ko'ryapmiz. Mash videoning oxirini ko'rsanglar, ko'risizlar qarindoshlar, kimlarning nima deyotganligini, Uyg'ur obzorchilarini ko'risizlar. İsminin ahırga şereflik Uygur namını koyuvatkallarının sözlerini anlaysızlar. Xuddi eski tömörünü sırlap, çıraylı qıp qo'ygan o'xshash, detiş ketkende eski tömör, datlışıp ketken tömör qıp qo'ygan o'xshash, siri emdi çıkıvatıdı. Çıraylı gap sözler bilen, Xitoyni tillaganda qilgan bilen, şeker yaltılgan zembirek o'qini itivatıdı. Bununla dikkat qilish kerak. Bultuma men bir sözümde degan, bu Sungjanglar zalim baglarga, parxor
amaldorlarga qarshi turyotdi ekan, hokimiyatni og'dirib Xitoy hokimiyatini uzil kesil o'z hokimiyatimizni qurimiz demayotdi deb Sunjangga o'xshatgan. Hozirmi bu Sunjanglar texi bosh ko'tarib kengayotganligini ko'ryapmiz. Rasmiy medialarga chiqib so'zlayotganligini ko'ryapmiz hozir mana. Demek Sunjanglar küçük çıkıvatıdı. Sunjang 108 batırını öldürüp tükütüp Sun solalısıga teslim kıtbegenge okşaş, yo'qotganga o'xshash. Mana hozir bular vatanparvar, millatparvarlarni döt, kalva, siyoset bilmaydi, 21-asrda tushunmaydi deb ayblayotdi. Ularni yo'q chiqaryotdi. Qonun tuzumdan hech nimani tushunmaydiganlar qatoriga chiqaryotdi. Mana bularning davatgan gapi. Nim farq va shuningdan Sunjangmi Likuyni ashta ayblaydi bu döt deb. Ashu kitobim ashunda olgan. Lekin unda emas, u aqlliqdi. O Sun sulasini ag'dirib o'tiblam hokimiyatni biz tutayli deb da'vo qiladi. Boshqalarning hammasi shundaqdi. Lekin Sunjangchi, ya bu podshoh olamda hazratlarda hech qanday gunoh yo'q deb eng oxirida taslim bo'lib tugdi. Bularmichi demokratchi Xitoylarga taslim bo'lib, Aysa aliptekinlar alamagan Çinli Türkistan'ını ilip, ular alamagan Ali Abdunum rayını buda ilip, bizni hiç kaçan kutulanmaydıgan Xitayning zulmiga, Xitayning stratejilik yo'qotishiga tutib berdi. Mayli qaysi Xitoy bo'lsinkin, biz yo'qolmoqcha Xitoyning bizning ustimizga zulmi oxirlashmaydi, tugamaydi. Shunga biz uzul kesil mustaqil bo'lmoqcha Xitoydan qutulgan bo'lmaymiz qarindoshlar. Qaysi Xitoy bo'lsin. Buni mushunda tonish kerak. Bularga mushunda g'azab nafratimizni bildirishimiz kerak. Uyg'ur jamiyatida sistib tashlash kerak bunday odamlarni. Sizlar mushu videolarni anglanglar, bularning kim bo'lishidan, ismini nima qilib bilishidan qat'iy nazar so'zlayotgan so'zlarga diqqat qilinglar. Muxbirlar Apu so'radi. Muxbirlar ularning xato qilayotganligini, bu partiyaning xato qilayotganligini da'vatidi deb yumishtirayotdi gap so'zlarni qarindoshlar. Biz mushundaq oldinib keldik. Uyg'ur millati jangda, kurashlarda, qurolliq inqiloblarda yengilgan emas, ko'rpaqsizlar. Mana mushundaq hiyli mikrlarga, mushundaq suiqasdlarga ketgan bir millat biz qarindoshlar tarixdan beri. Tömür xalpimi Qur'onni tutib turgan, ashundaq tungan, satqinga aldanib kelib, bütün armiyasini tutib edi. Bizni din bilan ham oldida, ma vatanparvarlik siyosat Xitoyni tillash bilan ma hozir aldayotdi. Endi Xitoylarni bo'lib ko'stib bizga yana aldayotdi. Biz mushundaq siyosiy jihatda keltirib qo'ygan bir millat. Siyosiy jihatda ingimiz tuvan, Xitoyni to'g'ri tunamagan, Xitoyga nisbatan g'azab nafratimiz o'xshash uchiq bo'lmaganligi uchun biz yengilib kelyapmiz qarindoshlar. Xitoy qaysi shapkasini kiyvasunkin, u bizning dushmanimiz. Vatanga kirgan har qanday dushman bosmichi. Yuqorqi deganimga o'xshash, ular hech qachon iltijo qilib siyosiy panohlik so'rab, qonun bo'yicha bizning vatanimizda qolib qolgan emas. Bizning vatanimizga tajovuz qilib kirgan savdogar bo'lsa bulangchi, askar bo'lsa bosmichi, soqchisi bo'lsa jinoyatchi, qonxo'r jallod. Hukumatlar bo'lsa qonxo'r, tajovuzchi qarindoshlar. Mushunda tonish kerak. Buningga o'xshashlar yo'l qo'ymaslik kerak. O kim bo'lsin, qanday chiroyli nimlarni yozsin, qanday chiroyli gap so'zlarni desin, bularning ideyasi chataq, bular Xitoyga ko'ngil bo'lib, millatlar ittifoqini paydo qilib chataldimi, bizni sog' salomat olib Xitoyga tutib bermoqchi. Bularning vazifalari endi boshlangan bo'lishi mumkin. Shunga diqqat qilishimiz kerak. Xalqimiz ho'shyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bizning bir siyosiy partiyamiz yo'q. Biz bir siyosiy partiyaga uyushishimiz kerak. Mushular haqiqatan
yiltizlik odamlar u bu yerlarga tutashgan bo'lishi mumkin deyapmiz. Agar bularning bak ichi og'rib, Xitoylarni intayin mushundaq bir ko'rgan bo'lsa berib davolash bersin, Xitoyga qaytib ketsa bo'ladi. Bu yerlarda xalqning beshini qaymoqtirmaslik kerak. Xitoy bo'lsa qarshi oladi. O'zining demokratik yaxshi chet eldagilarga ko'ngil bo'lganligini hech kim qilmaydiganligini qaytib bo'lsa mushlar orqali dunyo